Salom texnoobzor shinavandalari. Bugun sizlar bilan iPhone telefonida sizga kerak bo'ladigan 4 ta fishkani ko'rib chiqamiz. Undan oldin esa kanalga obuna bo'lib qo'yishni unutmang. Xo'sh, birinchi fishkamiz do'stlar, nastroykaga kiramiz. Universal dostupni ustiga bosamiz. Pastroqqa tushib Kasaniyani ustiga bosamiz va assistive touchni qo'shib qo'yamiz. Bu assistive touchni biz bilamiz. Nimaga o'rgatyapsan deyishingiz mumkin, lekin bitta buni zo'r fishkasi bor. Voyna Kasaniya bor, dolgo najati bor. Xohlaganingizga qo'yib qo'ysangiz, misol uchun bironta komanda qo'yib qo'ysangiz bo'ladi. Dvoyna Kasaniyani bosaman va vehicle звукni qo'yib qo'ydim. Misol siz 2 marta bosadigan bo'lsangiz, 5 shumli rejimga tushadi. 2 marta bosadigan bo'lsangiz, 5 shumli rejimdan chiqadi. Misol uchun siz yonboshini bosib yo ana o'qib o'tirmaysizda, men bundan 2 marta bosib bemalol qo'yaverasiz. Ikkinchi fishkamiz, ya'ni настройка kiramiz. Bu yerda universal dostupni ustiga bosamiz. Va pastroq tushib Kasaniyani ustiga bosamiz. Taktilni Kasaniyani bosamiz ustiga. Bu yerda sizga ko'rsatib qo'yibdi, bistro turibdi, pomolchani, medlенно turibdi. Men bu yerdan bosib sinab ko'rishingiz mumkin. Mana shuni bistroga o'tkazib qo'ysangiz bo'ladi. Nimaga desangiz, sal tezroq animatsiya beradi. Misol uchun biron narsani bosayotgan bo'lsangiz, 3Dda chiqib, sal tezroq sizga animatsiya beradi Kasaniya payti. Yoki medlенно qo'yib qo'yamiz. Endi bosib ko'ring, sal kechikibroq animatsiya beradi. Bistroga qo'yib qo'yamiz. Endi esa mana tezroq, xuddi telefonda ham tezroq ishlayotgandek o'zingizga ko'rinadi. Uchinchi fishkamiz, ya'ni настройка kiramiz. Bu yerda universal dostup, Kasaniya. Eng pastga tushsak Kasaniya задней paneli. Turibdi, dvoyna Kasaniyani ustiga bosamiz va hamma bilgan o'sha screenshot qo'yib qo'yamiz. Misol uchun, endi orqasiga 2 marta ursangiz, screenshot qiladi. Mana ko'rishingiz mumkin. Troyna Kasaniyani ustiga bosasiz, xohlagan komandangizni qo'yib qo'ysangiz bo'ladi. Misol uchun zablokировать ekranni qo'yib qo'ydim. 3 marta bosdim, mana o'chdi. Eng oxirgi va qiziqarli fishkamiz do'stlar, 4-fishkamiz, настройка kira olamiz va universal dostup управление голосом ustiga bosib olamiz. Mana bu управление голосomni qo'shib qo'yaman. Bu yerda sizda mana bunaqangi indikator paydo bo'ladi. Bu nima desangiz, endi siz iPhone'ingizda ovoz bilan bemalol boshqarsangiz bo'ladi. Misol keltirib ko'rsataman. Internet portlatgan bitta komandasi bor. Ya'ni mana lock screen. Ekran qulflandi. Bu rus tilida ishlamaydi, faqat ingliz tili bor, keyin yana bitta ikkita boshqa tillar bor. Keyin shu faqat ingliz tilida ishlatishingiz mumkin. Va buni ovozini chiqarsangiz bo'ladi, воспроизведение звукani qo'shib qo'ysangiz bo'ladi. Lock screen. Ovozi chiqib, sizga yana ham boshqacharoq emotsiya berishi mumkin. Keyin bu komandalar kirasiz, xohlagan komandalaringiz bor. Misol uchun обычная navigatsiya bor. Hammasi ingliz tilida. Misol uchun men buni aytib ko'ramiz. Open Control Center. Bizga punkt управленияni ochib berdim, misol uchun yana Go Home knopkasini bosib berdi bizga. Yoki yana bitta xo'sh, yana qanaqa? Turn down volume. Ovozni ko'tarib beradi. Tushirib beradi. Turn up volume. Ovozingizni ko'tarib beradi. Misol uchun, agar siz ingliz tilini yaxshi biladigan bo'lsangiz, mana shunaqa iPhone'ingizni ovoz bilan bemalol boshqarsangiz bo'ladi. Sizga yana bitta fishka ko'rsatib o'tib ketaman. Mana bu joydan komandaga kirasiz, настройка kirasiz, создать новый komanda qilasiz, fraza kiritasiz. Bironta yoqtiradigan frazangizni kiritasiz yoki aytmoqchi bo'lgan frazangizni kiritasiz. Va yozasiz. Misol uchun men foto deb yozdim. Va действияga kirasiz. Запусти собственный жест qilasiz. Men bu yerga jest qilib qo'yasiz. Sal pastroq qilib qo'yasiz, keyin saqlanib qilib chiqib ketasiz. Men oldin saqlanib qilib qo'yganman. Endi sizga bitta fishkasini ko'rsataman. Fotoga kirasiz. Foto. Foto deganda eshityapti-da, men bu jestni amalga oshiryapti va rasmga tushirib olyapti. Bemalol ko'rishingiz mumkin mana shunaqa qilib. Yoki yana bitta komanda sozdать qilamiz. Men siz bilan yana shu universal dostupga kirib olamiz. Управление голосом. Komanda qilamiz. Настройка. Создать новая komanda. Keyin fraza kiritamiz. Misol uchun
Swipe. İngilizce fraza kiritdim. Действиyan bosamiz. Запусти собственный jest qilamiz. Va swipe qilganingizda enter'ni bilasiz, mana bunaqa swipe qilasiz. Shuning uchun bizlar ham mana shunaqa jest qoldiramiz. Сохранить qilamiz. Yana сохранить qilamiz. Bo'ldi, сохранить bo'ldi. Misol uchun, hozir sizga internet ishlamaydi. Сообщениеda ko'rsatishim mumkin. Swipe. Swipe. Misol uchun Reels ko'rayotganingizda juda ham zo'r foydali fishka. Keyin aytishingiz mumkin, bu bizni zaryadimizni yeb tashlaydi-ku, bu diktovkasi yoniq turadi desiz, adashasiz. Bunda yana bitta zo'r fishkasi bor. Misol uchun, hozir mana bu indikator yoniq turibdi. E'tibor bersangiz. Mana bu indikatori. Bu ishlayotganda darak beradi. Stop listening. Stop listening dedi mana. Indikatorimiz o'chdi. Agar ishlash uchun bittagina fraza bilan ishlaydi, qolgan frazalar bilan ishlayolmaydi. Start listening desangiz yana ishlab ketadi. Keyin yana bitta zo'r fishkasi o'zim boshimdan o'tgan. Telefonga kiramiz. Bu yerda e'tibor bersangiz faqat nomer yozishingiz mumkin. Boshqancha yoza olmaysiz. Misol uchun men bironta so'z aytib ko'raman. Hello. Mana hello degan yozuv chiqdi. Ya'ni bu sizni eshityapti deb mana shu chiqarib beryapti. Bu ham bitta fishkalardan biri hisoblanadi. Yoki yana bitta so'z aytib ko'raman, o'zimning ismimni aytib ko'raman. Muhammad Qodir. Bu nima xatosi chiqarib berdi deyishingiz mumkin, chunki o'zimning ismim saqlanib qilingan, shuning uchun ham hammasini to'g'ri qilib chiqarib beryapti. Ham zo'r. Misol uchun do'stlaringizni hayron qoldirsangiz bo'ladi. Menda mana shunaqa fishka bor deb. Sizga iPhone'dagi fishkalar rubrikasi yo'qotgan bo'lsa, videoga bitta like bosib keting. Hali bundan ham zo'r videolar oldinda. Faqat siz obuna bo'lib qo'yib, kanalni qo'llab-quvvatlashni unutmasangiz bo'ldi. Kommentariyada yozib keting, keyingi videolar nima haqida bo'lishini.